Yana bir bor assalomu alaykum do'stlar. Bugun endi biza kanalimizni ochgan Gmail'imizdagi kanalni sozlashni ko'rib chiqamiz. Xo'p, birinchi bo'lib biz Chrome ilovasiga kirib olamiz. Mana bunaqa Chrome deb yozilgan bo'ladi. O'sha Chrome ilovasiga kirib olib, bu yerdagi mana buni ustiga bosamiz. Shuni ustiga bosgach, pastga tushib pastga emas, mana bu yana xuddi shu ustiga bosib, agar sizda oldindan Gmail kiritilgan bo'lsa, shunaqa qilasiz. Agar oldindan kiritilmagan bo'lsa, o'zi avtomatik siz o'zingiz Gmailingizga o'tib qolgan bo'ladi. Shuni o'tkazib olishingiz kerak. Bu yerdan sign out'ni bosib, biz endi boshqatdan yana xuddi shuni ustiga bosib, boyagi ochgan Gmail'imizni qo'yib olamiz bu yerga. Birinchi qismda ochgan Gmail'imizni qo'ydik, birinchi darslikda ochgan va bu yerdan chiqamiz. Endi mana bu YouTube deb qo'yilgan joyda ustiga bitta bosamiz. Shu yerga kirgach, endi m.youtube.com saytiga kirgach, bu yerdan burchakchadan mana shu yerda burchakchada turibdi. Mana shu burchakchada turganda ustiga bosamiz. Ustiga bosib, bu yerdan kanal yaratishni ustiga bosamiz. Va bu yerdan kanalimizga nom qo'yib olamiz. Xo'p, birinchisi kanalning nomi, ikkinchisi esa kanalning username, ya'ni identifikatori bo'ladi. Pastiga masalan Brian Hop 102 qilib qo'yamiz. 102 qilsak mana to'g'ri bo'ldi va kanal yaratishni ustiga bosamiz. Avtomatik mana logolar ham tayyor tushgan. Biz endi kanal yaratildi menimcha. Mana yaratildi kanal. Endi bu yerdan kanalni sozlashni ustiga bitta bosamiz. Kanalni sozlashni ustiga bosamiz. Va bizda studio.youtube.com ochadi. Mabodo sizda studioni ilovasi bo'lsa, uni o'chirib tashlang. Sababi agar sizda ilovasi bo'lsa, avtomatik ilovaga kirib ketadi, keyin bu yerni ochmay qoladi. Shuning uchun avval ilovani o'chirib tashlab, keyin bu yerga kiring. Va biz saytni ochgandan keyin davom etishni bosamiz. Va endi biz nima qilamiz? Endi bu yerga kanalimizning logosi, agar siz Gmail ochguncha logosini qo'ygan bo'lsangiz, avtomatik bu yerga ham tushadi. Agar qo'ymagan bo'lsangiz, bu yerga ham Gmailingizga ham bu bir xil logo qilib kanalingizning logosini qo'yib oling. Undan tepada kanalni banner qismi deyiladi. Xo'p, u qanday bo'ladi? Uni bir sizlarga ko'rsatib beraman. Sizlarga ham bir misol tariqasida bitta kanal ko'rsataman hozir. Masalan, mana shu kanal. Mana shu kanalda, bu kanalda yo'q ekan. Masalan, shu kanalda mana ko'rsangiz, bu yerda rasm turibdi. Bu banner qismi deb ataladi. Kanalda banner qismi. Xuddi shunaqa rasm qo'yib olishingiz kerak. Uni qanday qilib qo'yamiz? Xo'p, uni birinchi yasab olishimiz kerak. Uni alohida darslik qilib tushuntirib beraman sizlarga. Undan oldin bu yerga hozircha hech nima qo'ymay turamiz. Keyingi darsliklarda buni yasashni ham ko'rsatib o'tib ketaman. Xo'p, keyingi qiladigan ishimiz kanal tavsifi. Kanal, ya'ni kanal opisaniyasi. Xo'p, endi buni qanaqa qilib topamiz? Xo'p, birinchi yo'li bu Google'ga kirib eng uzbi deb yozsangiz, mana bunaqa joy chiqadi. Shu yerga o'zingiz masalan shu yerga o'zingiz yozib, kanalingizni tavsifini yozsangiz bo'ladi. Ikkinchi, bu oson yo'li, ChatGPTga kirib bu yerga masalan kanalingizning nomini yozib, birinchi assalomu alaykum ChatGPT menga Brian Hop YouTube kanalim uchun
chiroyli inglizcha описание yozib ber. Shunaqa qilib yozamiz va bizga kanal uchun описание yozib beradi. Hozirroq kutamiz. Mana chiqarib berdi bizga. Va alaykum assalom. Albatta avvalgi shuni aniqlab olay. Sizning Brain Hub YouTube kanalingiz qanday mavzuda? Masalan, Brain Road transformatsiya videolari, bilim va faktlar, motivatsiya yoki shunaqa narsalar chiqardi. Endi biz yozamiz unga Brain Road qahramonlarini Coffin. Bu masalan Tales Hub o'yini, Tales Hub yo'nalishi uchun bo'lyapti-da. Shuning uchun shunaqa deb yozyapman. Coffin Dance videolarini battle qilib montaj qilish yo'nalish deb yozsak, bizga zo'r, demak sizning Brain Hub kanalingiz Brain Road qahramonlari ishtirokida Coffin Dance battle montaj videolari yo'nalishi. Shunga mos tarzda ingliz tilida stil bilan jozibali va professional YouTube описание mana quyidagi bo'ladi dedi. Endi biz nima qilamiz? Buni ustiga bosib, shu boyagini описаниеni kopirovat qilib olamiz va buni shunchaki boyagi Chrome'ga qaytib tashlab olamiz. Mana описание yozildi. Endi nima qilamiz? Mana bu burchakchada turgan, bu yerda burchakchada turibdi. Shuni настройка qilamiz. Endi shu настройка belgisini ustiga bosib sozlamalar bo'limiga o'tamiz. Xo'p, birinchi bo'limimiz bu sizning kanalingizni pulni hisoblash uchun qaysi valyutani tanlaysiz deyapti. Xo'p, bu yerda har doim kirganingizda AQSh dollar turadi. Buni o'zbek so'miga ham yoki boshqa davlat valyutalariga ham o'tkazib ko'rsangiz bo'ladi. Ammo bu AQSh dollarida turgani yaxshi. Xo'p, endi ikkinchi bo'limimiz bu kanalingiz qaysi davlatligi va kalit jumlalar, keyin shunaqa narsalar bo'ladi. Xo'p, birinchi bo'lim, birinchisi joylashgan mamlakat deyapti. Bu yerga biz Amerika Qo'shma Shtatlarini belgilab qo'yamiz. Chunki kanalimiz Amerikan kanal bo'layotganligi uchun Amerika Qo'shma Shtatlari deb joylashtirdik. Xo'p, bu yerdan sizga mabodo Amerika Qo'shma Shtatlari chiqmay qolishi mumkin. Nimaga desangiz, sizning Chrome'ingiz ingliz tilida yoki rus tilida bo'lishi mumkin. Shuning uchun sizda Amerika Qo'shma Shtatlari emas, balki United States yoki bo'lmasa Soudishini shtati deb chiqishi ham mumkin. Bu yerdan shu 3 ta narsa chiqishi mumkin. Ruschada Soudishini shtati, inglizchada United States va o'zbekchada Amerika Qo'shma Shtatlari. Shu 3 ta nom bilan chiqishi mumkin telefoningizni tiliga bog'liq u. Va pastda kalit jumlalar deyapti. Bu yerga nima kiritamiz? Xo'p, kalit jumlalarni biz qayerdan topamiz? Trenddagisini. Xo'p, ChatGPTga yozamiz. ChatGPTga yana shu joyga yozamiz. Endi menga shu kanalim uchun YouTube'ni analiz qilib kalit so'zlar yozib ber deymiz. Virgul bilan ajratib deymiz. Va nimaga virgul bilan ajratib deyapman? Sababi biz shu yerga shuni tashlasak, avtomatik ajralib tushishligi uchun virgul bilan ajratib yozib ber dedim. Va endi buni yana kopirovat qilib olamiz. Birinchi shuni bosib, mana shu yerdan
hammasini kapirovod qilib olib, bu yerga tashlab olamiz. Mana tashladik. Endi mana avtomatik ajralib tushdi. Endi bu 500 ta so'zdan 500 ta harfdan oshib ketganligi uchun qizil yonib qoldi. Endi buni 1-2 tasini o'chirib tashlaymiz va mana shuncha kalit so'z kiritdik va keyingi bo'limga o'tamiz. Bu yerga o'zi buncha ko'p kiritishingiz shart emas. Ko'pida bir 15 ta yoki bo'lmasa 10 ta kiritib qo'ysangiz bo'laveradi. Endi ikkinchi bo'lim. Bu yerdan biz mana bu yo'q, bu kanal bolalar uchun yaratilmagan deb belgilab qo'yamiz. O'rtadagisini bo'ldi, bu yerda ham qolmadi ishimiz. Endi eng oxirgisi, bu yerda oraliq funksiyalar degan joy bor. Bu yerda telefon raqamini tasdiqlab olasiz. Ko'pincha o'zingizning telefon raqamingiz o'tmay qolishi mumkin. Buni ham virtual telefon raqamlar orqali ochib olsangiz bo'ladi. Yokida mana o'zimni lechkamga yozsangiz, buni hal qilib beraman. Va bo'ldi. Bu yerga ham shu yerni tasdiqlab olasiz. Va uchinchisi o'zi avtomatik yonadi. Bu yerda ham ikkinchisini yoqqaningizdan so'ng uchinchisi o'zi kanalingiz yaxshi ko'tarilib ketaversa avtomatik yonadi. Va endi biz bu yerdan 3-bo'limga o'tamiz, yuklash sozlamalari. Xo'p, bu yerda qiladigan ishimiz birinchi bo'lib bu yerga hech nima kiritmaysiz. Chunki kanalingizdagi har bitta videoning nomini har xil qilasiz. Shuning uchun bu yerga hech narsa kiritmaysiz. Ikkinchi bo'lim tavsif. Bu yerga nima kiritasiz? Bu yerga boshida ChatGPTdan so'rab olgan kanalingiz opisaniyasini kiritib qo'yasiz. Yoki bo'lmasa o'zingiz yana qanaqadir g'oyalar qilib kiritsangiz bo'ladi. Xo'p, tavsif kiritganingizdan so'ng bu yerdan keyingisi ruxsatni hammaga ochiq qilib qo'yasiz. Yoki buni hech nima qilib qo'ysangiz ham bo'ladi, lekin hammaga ochiq qilsangiz yaxshi. Va keyingisi tag deyapti. Tagni boyaga olgan kalit so'zlarimizni yana tag degan joyga ham tushirib olamiz. Yokida ChatGPTdan yana so'rab tag uchun ham alohida qilib olsangiz bo'ladi, lekin men har doim tag bilan kalit so'zni bir xil qilib qo'yaman. Va keyingisi kengaytirilgan sozlamalar. Bu yerdan qiladigan ishimiz sizning kanalingiz yo'nalishi Tailshop yoki Alliandance yoki Tailshop egizi shunaqa yo'nalishlari bo'lsa, musiqa yo'nalishlari bo'lsa, bu yerda musiqani tanlab qo'yamiz. Musiqani tanlab qo'yamiz. Agar sizning yo'nalishingiz qanaqadir o'yinni o'ynab, montaj qiladigan bo'lsangiz, bu yerda o'yinlarni yoki gamingni tanlab qo'yishingiz kerak. Va bo'ldi. Bu yerda kiritadigan joyimiz yo'q. Hamma joyi bo'ldi. Va saqlashni ustiga bosamiz. Va bu yerdan chop etishni ham ustiga bosib qo'yamiz. Va bizning kanalimiz 100% full holatga kelib sozlandi. Endi kanalimizni bir tekshirib olamiz. Rostdan ham logolar tushmaganligini. Mana logo tushgan. Kanalning nomi Brain Hub. Tavsif ham hozir qo'shilib qoladi. Hozir yangilansin. Mana shu yerga endi tavsif ko'rinadi. Har doim mana Amerika Qo'shma Shtatlari bo'lib ko'rindi. Xo'p do'stlar, bugungi darsligimiz shulardan iborat edi. Agar siz ham xuddi shunaqa kanal ochib qilsangiz, sizning kanalingiz ham albatta yurib ketadi. Bu ikkinchi darslik edi. Keyingi darsliklarda ko'rishguncha xayr.